Shartnomani shablonsiz imzolash uchun shaxsiy kabinetingizdagi namunalar bo'limidagi faylni yuklab olish tugmasini bosing. Ekran markazida faylni yuklash tugmasini bosganingizda qo'shimcha oyna paydo bo'ladi. Oldindan tayyor qilingan shartnomani tanlang. Yuklanayotgan hujjat turi docx yoki pdf ko'rinishida bo'lishi kerak. Shunisiga ahamiyat berish kerakki, yuklanayotgan hujjatni yuklashda uni tahrirlash yoki o'zgartirishni imkoniyati yo'q. Bunday holatlarda siz yuklamoqchi bo'lgan hujjatingizni qaytadan qo'lda o'zgartirib, keyin yuklashingiz lozim bo'ladi. Undan keyin ekranning o'ng qismida hujjat nomini kiritishingiz, imzolovchi tomonlar sonini tanlab va qo'shimcha tanlovli imkoniyatlarni qo'shsangiz bo'ladi. Kompaniyangizni barcha ma'lumotlari avtomatik ravishda kiritilgan bo'ladi. Faqat ikkinchi tomonni ma'lumotlarini kiritishingiz zarur. Barcha ma'lumotlar kiritilganidan so'ng tomonlarni taklif qilish va tasdiqlash tugmasini bosing. Shartnomani o'zingiz tomonidan imzolash uchun yangi ochilgan oynada imzolash tugmasini bosishingiz kerak. Keyin sizga SMS tarzida kelgan 4 xonali kodni kiriting. Trust kontrakt kelishuvi bilan men roziman belgisini qo'ying va imzolash tugmasini bosing. Shu oynada siz shartnomangizni hozirgi holatini ham ko'rsangiz bo'ladi. Shartnomangiz ikkala tarafdan ham imzolanganidan so'ng siz uni PDF ko'rinishini yuklab olishingiz mumkin. Bir taraflama imzolangan shartnomani qaytarish, ikki tomonlama imzolangan shartnomani esa tomonlarning roziligi bilan bekor qilsa bo'ladi.